Xayrli kun, qizlar. Bugun sizlarga ofisimizdan hamma mahsulotlarni obzor qilib bermoqchiman. Qizlar, ofisga kelganman. Ofisda hamma mahsulotlarimiz bor. Mana bu yoqda soch uchun to'plamlarimiz, yuz uchun, badan uchun, mana bu siviritkamiz bo'lsa, soch uchun, shu soch ko'p to'kilayotgan ayol qizlarimiz, erkaklarimiz uchun sochni zo'r o'stirib beradigan. Mana bu esa o'sha podmishkalarni terlashni kamaytirib beradigan achchiq toshli zo'r dezodorantimiz. Bu yoqda mana bu skrablar bor, trishinalarga, badandagi. Bu yoqda har xil детский vitaminchiklarimiz bor. Yuz uchun uходвейlarimiz bor. Bu yoqda yana mistlar yuz uchun, tana uchun va yuz uchun SPF-larimiz bor. Bu yoqda dranifeklarimiz, hamma mahsulotlarda bor qizlar. Oshig'i bilan olib kelib qo'yilgan ofislarga. Immunitetni zo'r ko'tarib beradigan biodro mahsulotimiz, kokteyllarimiz har xil turlaridan bor qizlar. Bemalol